Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ben Şarkı Türkistan'dan Ruqya Farhat bo'lman. Ben Türkiye'ye kelgan vaqtim 2016 8 ayning 20'si Türkiye'ye geldim. Vatandan chiqqan vaqtim 2014 necha chiqdim esimni qolmadi. 2014 vatandan ayrıldım. Dubayga keldim. Dubayda 3 yil turdim. 2016'da Türkiye'ye geldim. Bu vatanda bir qarindoshlarım yok. Apamninki hadisning cho'ng apamninki ballar bor. İki akam bor, bir inim bor, iki hadam bor. Ama benim dadam, apam, 3 akam Xitoy tajovuzlari tarafidan qatl qilindi. Demak o'ldirildi. Meningki qarindoshlarim yo'q, faqat shu hozir degandek shu apamning hadisininki, cho'ng apamning bolalari bor. 2 akam, bir ukam, 2 hadam. Men ular bilan shu Turkiyaga kelgan yili, kelgan kuni, birinchi, ikkinchi kuni telefonda ko'rishgan. Ular telefonni ko'rishgan vaqtimda ularninki men Dubaydan ayrılib Turkiyaga kelgandan boshlab endi men bilan ko'rishmaydiganligini aytib, meni ünдөдөрдөн chiqiradiganligini aytib, meni endi keyin ko'rishish nasib bo'lib qolsa ko'rishadiganligimizni aytdi. Undan keyin men ular bilan mana hozirga qadar ko'rishib boqmadim, ovozini anglab boqmadim. Men şu istiqlalga chiqqan vaqtimda, istiqlalga qachon chiqdim esimde yo'q. Bir mening cho'ng akamninki bir 19 dan oshgan bir o'g'li bordi. Undan keyin ayoli hadam ninki turmada o'ldirilib jasadi nimada şu xalq alam oldida sazoy qilinganligi to'g'riliq menga xabar keldi. Mening bu xabarlarni istiqlollardan bo'lsin, har qanday nimadan darhol to'xtatishimni talab qilindi. Undan keyin men hozirga kelguncha hech qanday bir xabar anglab boqmadim, ham ko'rishib boqmadim. Men buni ailemden so'zlashga to'g'ri keldi. Men o vaqtlardan aytdim kichik. Ama şu men kichik bo'lsam, kichik vaqtimdan boshlab meni oilam kecha va kunduz şu Xitoy tajovuzlari tarafidan tahdid ostida kecha va kunduz uylarni aqtirib, uxlayotgan yerimizdan qo'pirib, o'rnimizdan turg'izib qo'yib, tamga qartib qo'yib, uylarni aqtirib. Mening Turkiyada hech nimam yo'q, urug' tuqqanlarim yo'q. Yolg'iz vatandan yolg'iz Dubayga keldim. Dubaydan Turkiyaga yolg'iz keldim. Bu yerda şu bir vatanlik, bir Doğu Türkistanlık, bir Şarkı Türkistanlık Uygurlar var. Şu Uygurlar Allah'ın yardımı şundaqla ve şu Uygurlarning yardımıyla hazırga kelgicha yaşayatıma. Mening bu yerdagi yaşayotgan Şarkı Türkistanlıklarga ve şundaqla dunyoga deydiganim, dünyada her bir yaşayotgan erkin nefes ilib, dünyada yaşayotgan her bir insonga, odamga deydigan fikir deydiganim, bizning vatanda Şarkı Türkistan'da zulüm eşip Xitoyning bütün abdi bashirsi iflas necis pisliqni bütün dünya bildi. Hamma dünya bilmagan bizdan yaxshi bildi. Şahsen mening dadam, apam, 3 akam hech qanday bir gunohsiz, jinoyatsiz shaklda ko'z oldimda o'ldirildi. Mening 2 akamni, ya'ni 3 akamni ko'z oldimda etivetdi. Men buningga shohid. Turmada nurg'un zulm, qiyin qistoq. Men buningga shohid. Turmada ko'z oldimda nurg'un ayol, kichik, cho'ng o'ldirdi. Men buningga shohid. Ammo hozir Xitoy tajovuzlari ochiq oshkora o'ldiryotdi. Ochiq oshkora Uyg'ur musulmon bo'lganligi uchun emas, bir Uyg'ur inson yorilib qolganligi uchun ochiq oshkora o'ldiryotdi. Erkeklarni turmalarga solab o'ldirib,
Analarımızga uçuq aşkara Xitaylarni uyga o'rinlashtirib, uçuq aşkara depsenni qilyapti. Ama bunu dünya bilyapti. Nima uchun qarab turdi buningga? Yoki biz Uyg'ur musulmonlarniki bir mushukchilik qimmatimiz yo'qmi? Men shuni bilgim kelyapti. İsmim Qalbi Nur To'sun. 35 yaşda hazır. Üzemdeki tug'ilgan yurtim Qashqarda. Men 2016 4-nji ayınki 12 Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye yo'ldoshim, bir balam, meni Qo'rsqumda 6 aylık balam bilan kelgan. Şu kelish sebep bo'lsa, şu vatanda meniki hazır 8 balam var. 8 balamdan 7 hayat. O balalarımdan yani nüfus kimlik bo'lmagan sebepten üzemning uyda baqalmay Allah'ını. Başqalarının yani qaynanamning uyiga yazık apara o'tishga majbur bo'lib qoldik. Yo'ldoshim şu an memleket tepside 14 senelik isimlik verdi. Önceden oradan ticaret işi yapıyordu. Men ekip qo'yib ketib vatanga balalarni olib keldiganga ketgan. Ketgandan keyin ayat tutib elib Turkiyaga nimishqa bordim deb. 14 yillik kesibdi. Hozir mening o'zimningki qarindishim yani enim yani tarbiyalash lagerda deb anglagandim 2017 achamdan. Onun yaqimish qanda alaqam yo'q, ailem bilan kimning bor, kimning yo'qligini bilmayman. Hatta balalarımning 2018 o 2-nji ayının 24'te bir kızımni Xotanda bir tarbiyalash lagerda, yani balalar yig'ilish lagerdan tatılgan videosudan kızımni tunib olgandim. Mening mayada hozir 2 balam bor. Birisi o'g'il 6 yoshga kirdi, yana birisi qiz Merziya 3 yoshga kirdi. Hozir mishak Turkiyaga kelgandan keyin shu atölyelarda ishlab, yani seyponliqni o'rganib, hozir o'zimningki shaxsiy seyponxon do'konim bor. Hozir uyam bilan do'kon bir ast usti 1500 lira shuni chiqara olayman. Men Turkiyaga kelishdan burun Turkiyani bek yaxshi ko'rdim, ham yo'ldoshimni, ailemni shu qadar yaxshi ko'rdi. Yani chunki bu yer o'zimizning qarindosh o'lkamiz, yani ikkinchi bir vatanimiz deb tushunib, shunda o'ylaydik. Tunji qatim shu chet elga chiqishni o'ylagan vaqtimda Turkiyani tanlagandik, biz chunki bu musulmon davlati. Yani dinimizde yaşayalayımız, balalarımızın rahat o'qitalaymiz deb mishani niyat qilib chiqqan. Allah'a şükür hazırlık biraz sıkıntı çekmedim Türkiye'ye gelgenden keyin. Sadece bir ikamet işlerde biraz zorluk çektim. Ondan başka hiçbir yerlerde ya Türk qarindoshlarımızdan biri zarar kelgan işler yok hazıra kadar. Türk halkından Allah razı olsun bizga sahip çıktı şu ana kadar. Bundan keyin bizni öz qarindishidek ko'rib bizga bir o'zimizdan xotirjam bir yash uchun bir vatandoshlik berishni talab qilaman. Men o'zimning balalarga o'zim ega chiqolmaymisha qanday holatda yashaganimni mazriqgacha ish qilib kallam bir xil hozir qo'ygan narsamni hozir topolmaydigan holatga yetimim, ko'zimni ko'rish qutim intayin ajizlab ketdi. Hech bo'lmagan shu vatanda qolgan balalarimiz uchun bo'lsa bir ish qilib berishini imkoniyat bo'lsa shu balalarimizni bo'lsa mishaga bir yandirib chiqishni arzu qilaman, umid qilaman.